Kuş göz alamsan? Voyjon. Ko'pchilik yaxshimsizlar? Bugun men bir sovg'at buyum lozim bo'lib qilib, Miskar ustamning qishiq kelgan edim. Sovg'at buyumning ichida taxsidan boshqa hamma suluq ekan. Shuning bilan menga taxsi yasab berishini saqlab o'ltirdim. Shu vaqtda filmning beshida ko'rib o'tganimizda kichkinimizning bir narsa yasayotganligini ko'rdim. U inimizning kichik turib, aram elish va ta'til kunlaridan foydalanib, hunar o'rganishga cho'nglarga yordamlashgani menga bek ta'sir qildi. Bu inimiz hunarga usta bo'lib qolmay, yana o'rganish natijasi ham nihoyat yaxshi ekan. Agar muzu kichik hunarvandak hozirgi yoshlar qo'l hunarvanchilik qiziqqan bo'lsa edi, nurg'ulg'an moddiy meroslarimiz varisiz qolmaydi. Sizlarcha bu kichik hunarvan qancha yoshga kirgandi?